Futbol tarixidagi eng mukammal shartnoma. Xabaringiz bor, Cristiano Ronaldo Al Nassr bilan shartnomasini yangiladi va 2 yilda milliard dollarga yaqin pul ishlab topadi degan xabarlar chiqib ketdi. Bugun shuni chuqurlashtirgan holatda sizlarga tushuntirib o'taman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Uning 1 yillik maoshi bilan tanishamiz. Yiliga 226 million 857 ming dollar, ya'ni so'mda 2 trillion 850 milliard 69 million so'm bo'ladi. Oyiga 18 million 886 ming dollar, haftasiga 4 million dollar, kuniga 620 ming 290 dollar, soatiga 25 ming dollar, minutiga 424 dollar, sekundiga 6,45 dollar. Har bir gol uchun 80 ming funt sterling bonus, har bir assist uchun 40 ming funt sterling bonus. Agar Al Nassr Saudiya Pro Ligasini yutsa, Ronaldoning o'ziga 8 million funt sterling bonus beriladi. Mabodo Ronaldo oltin butsani qo'lga kiritadigan bo'lsa, yana 4 million funt sterling bonus. Va xabaringiz bor, Ronaldoning shaxsiy samolyoti bor. Uning xarajatlari, yoqilg'isi, uchuvchilar oyligini ham Al Nassr tomonidan to'lanadi va u uchun 4 million funt sterling ajratiladi. Shuningdek, 16 kishi, 3 ta haydovchi, 4 ta uy bekasi, 2 ta oshpaz, 3 ta bog'bon va 4 nafar xavfsizlik xodimi to'liq ish kunida Ronaldoning uyida ishlaydi va uning ham oyliklarini Al Nassr qoplaydi. Siz bu videoni ko'rguningizcha u 800 dollarga yaqin pul ishlab topdi. Xo'sh, sizningcha futbol tarixida bundan ham mukammalroq shartnoma bo'lishi mumkinmi?